Bemorimizni 20 yoshli yigit qilib chiqarish niyatdamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Falonavlod klinikasidagi navbatdagi amaliyotimiz ko'plab erkaklarda, yosh keksalarda uchraydigan prostata bezi adenomasini polip amaliyoti bajarilyapti. Buni afzalli tomonlari hech qanaqa kesmalarsiz tabiiy yo'l orqali kirib bajariladi. Bu polip amaliyoti qilinish uchun yuqori kuchlanishga ega lazer talab qilinadi. Shuning uchun ayrim klinikalarda yo'qligi sababli hozirgacha tur qilib kelinyapti. Bizning klinikada esa mana polip amaliyoti, bu amaliyotni ustozimiz Donal Yuragimovich bilan birga bajaryapmiz. Operatsiya jarayonini ham kuzatishlari mumkin. Bunda hech qanaqa kesmalarsiz kesilib olinadi lazer yordamida. Ham kesib, ham qonayotgan joyini kuydirib ketish imkoniyati bor. Bu amaliyotdan keyin ham uretral kateter deymiz, uzoq muddatga qo'yilmaydi. Bu bemorimizni yoshi 80 yoshda. Qiziqarli tomoni, bemorimiz 1 yil avval murojaat qilib kelgan. So'ngra biz bezni hajmi kichikligini hisobga olib, konservativ davo qilganmiz. Oxirgi 1 oy ichida bemorda o'tkir sizlik tutilishi kuzatilib, hozir mana operatsiyaga kelindi.